بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ota-onaga yaxshilik qilishlik. Salaf solihlar ota-onaga qanday yaxshilik qilishlikni ta'limini berishgan. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashablaridan ikki kishi bor edi. Ular mana bu ummatni ichidagi onaga yaxshilik qiladigan kimsalarning eng yaxshilaridan edi. Birinchisi Usmon ibn Affon, ikkinchisi esa Horisat ibn Nu'man edi. Usmon ibn Affon aytadiki, men islomni qabul qilganimdan keyin onamni yuziga termilishlikka qodir bo'lmasdim. Ya'ni yuziga qarab turishlikka qodir bo'lmasdim. Jur'at qilmasdim debdilar-da. Horisa radhiyallohu anhu aytadi, u onasini boshidagi parazit, ya'ni bitlarni terardi, o'zini qo'li bilan ovqatlantirardi va onasi bir gapni aytadigan bo'lsa, buyruq berib bir gapni aytadigan bo'lsa, uni qaytadan tushunmadim deb so'ramasdi. Ya'ni bu juda e'tiborli bo'lib turardi onasiga nisbatan. Hatto onasini huzuridan chiqqan kimsani onam nima dedi deb so'rardi. Onasiga nisbatan juda e'tiborli va hurmatli bo'lganligini aytibdilar. Said ibn Masruq bir kishi haqida aytadi. Bir ayol Oysha onamizni oldilariga kelib aytdiki, meni ustimda insonlarning eng katta haqqi bo'lgan kimsa kim desa, ering dedilar. Keyin men aytdimki, endi erimga insonlarni haqqi jihatidan eng buyugi kim dedimda, ya'ni bu savolni berdida va bu savoldan men o'ylab turardimki, ya'ni erimda menda shunchalik katta haqqi bor ekan, endi meni haqqim bo'lsa kerak, shuni aytsalar kerak deb orzu qilib turgan edim. Onasi dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu agar uydan chiqishlikni xohlasa, onasining eshigini oldida turib, assalomu alayka ya ummah va rahmatullohi va barakatuh derdi va onasi ham alayhissalom va rahmatullohi va barakatuh derdi. Abu Hurayra, Alloh sizni rahim qilsin, xuddiki siz meni yoshligimda tarbiya qilganingiz kabi desa, onasi unga javob qilib, men katta bo'lganimda menga yaxshilik qilganing kabi Alloh senga rahim qilsin derdi. Va kirishlik paytida shu narsani qaytarardi. Yana Abu Hurayra roziyallohu anhudan otani bolani ustidagi haqlardan bola otani oldida yurmasligi, undan oldin o'tirmasligi va otani ismi bilan chaqirmasligi, muomala qilmasligi va otasini haqorat qilinishligiga yo'l qilmasdi, sababchi bo'lib qolmasdi dedilar. Abi Ghassan ad-Dobbiy, u toshloq yerni orqasida yurib chiqardi va otasi uni orqasida edi. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu unga yo'liqib qoldilarda, "Man hada allazi yamshi khalfak?" Seni orqangda kelib turgan kishi kim? desa, otam dedi. Shunda sen haqda xato qilding va sunnatga muvofiq kelmading. Sen otangning oldidan yurmagin, lekin yoki yonida yurgin, o'ng tarafida yoki orqasida yurgin. Va sen bilan otangning orasini kesib qo'yadigan biror narsani ham qo'yib qo'ymagin va otang shu qaragan luqmasini olmagin. Shoyat u unga ishtaha qilib turgandir. Va sen otangga qarashiga qarshi qarab turmagin. Senga qarab tursa, sen ham u ko'zga qarab turmagin. Va otang o'tirmaguncha o'tirmagin, uxlamaguncha uxlamagin deb nasihat qildilar. Abil Hadaji Tajibi aytadi, men Said ibn Musayyibga Alloh taoloni ota-onaga yaxshilik qilishlikdagi oyatda zikr qilgan narsasini barchasini bildim. Faqatgina va qullahuma qawlan karima, go'zal so'zni so'zlang degan so'zni tushunmadim. Karim degandan maqsad nima degan savolni berdi. Ibn Musayyib aytdiki, qawlul abdil mudnibi li sayyidil fadli. Gunohkor qulni qo'pol sayyidga qiladigan muomalasida. Ham ayb ish qo'ygan qul va qarshi tarafda dag'al, qo'pol boshliq, sayyid. Sayyidga qanday muomala qiladi shu holatda? Shunday muomalada qilgan, ya'ni siniqlik bilan. Umar ibn Zarni o'g'li vafot etgan paytida Umarga aytilindi. O'g'lingda yaxshiligi qanday edi desa, u hech qachon kunduzlari men bilan birga yurmagan. Faqatgina orqamda yurgan. Kechalari esa doimiy oldimda yurgan. Sababi oldimdagi yomonliklarni surib yurish uchun va men ostida bo'lib turgan tomni ustiga chiqmagan dedi. Ayni bu narsalar bizni o'zbek xalqlarida oldingi davrlardagi bola bilan otani orasidagi muomalalar shunday bo'lgan. Muhammad ibn Mahiriz aytadi, kimiki otasini oldida yuradigan bo'lsa, ya'ni oldida yursa, u demak oq bo'pti. Illo faqatgina aziyatni yo'ldan olib tashlashlik uchun yursa, bundan istisno dedi. Va kimiki otasini ismi bilan chaqirsa yoki kunyasi bilan chaqiradigan bo'lsa, u oq bo'pti. Illo ota deb chaqirsa yoki otajon deb chaqirishligi bundan istisno dedi. Muhammad ibn Munkadir ham aytadi, men kechalari onamning oyog'ini bosib qo'yardim. Shu bilan o'tkazardim.
Umar esa kechasi namoz bilan tunda o'tkazardi. Lekin Umarning kechasi meni kechamdan ko'ra xursand qilmasdi meni. Meni o'zimni kecham men uchun xursandliroq edi, deydi. Buni Ahmad ibn Hanbal Zuhd kitoblarida keltirilgan. Hajar ibn Adi onasini to'shagini qo'li bilan silab chiqardi. Sidirib chiqardi-da va qo'lini dag'alligidan shubhalanib, keyin o'zi orqasi bilan yotib ko'rardi. Agar omon bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'lsa, keyin onasini yonboshlatib qo'yardi, dedi. Insonning shaxsiyati komilligi yana bir sabablaridan biri bu ota-onaga yaxshilik qilishlik. Abdulloh ibn Avnni onasi chaqirdi. Shunda unga javob qildi. Javob qilganda ham lekin ovozini baland ko'tarib yuborgan ekan. Shunda ikkita qo'lini ozod qilib yubordi sababidan. Onamga qattiqroq ovozim baland bo'lib ketib qoldi deb. Ibn al-Avn aytadi, ota-onaga qarashlik ham ibodat deydi. Ato ibn Abi Robah aytadi, bir kishiga onasi faqatgina farz namozini o'qiysan, faqatgina farz ro'zasini tutasan deb qasam ishtiribdi. Nima qilsin desa, itoat qilsin dedi. Iyos ibn Muaviyani onasi o'tib qolgan paytida yig'ladi. Shunda nimaga yig'layapsan desa, men uchun jannatga ochilingan ikkita eshik bor edi va shundan bittasi bekit qulplandi dedi. Ota-onani qanchalik katta bir insonga berilgan ne'mat ekanligi, yoshi katta bo'lgan paytda unga yaxshilik qilishlikga. Ibn Hanafiya onasini boshini yuvib qo'yardi va sochini tarardi va onasini o'pardi va xinalar qo'yib qo'yardi, dedilar. Zuhriy aytadi, Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ya'ni Ali ibn Abi Talibning nevarasi onasi bilan birga ovqatlanmasdi va u insonlarning onasiga eng ko'p yaxshilik qiluvchisi edi. Unga mana shu haqida aytilindi va aytdiki, men onam bilan birga ovqatlanishlikdan qo'rqamanki, onam yemoqchi bo'lib turgan taomga bilmasdan olib yeb qo'yishligimdan va uning natijasida esa onamga oq bo'lib qolishlikdan qo'rqaman dedi. Hafsat bint Sirin, Ibn Sirinda singlisimi yoki opasimi aytayapti. Agar Ibn Sirin onasini oldiga kirsa, ya'ni onamni oldiga kiradigan bo'lsa, tilini barchasi bilan gapirmasdiki, unga nisbatan xushu, hurmatda, tavozuyda turardi, deyapti. Ibn Avn aytadi, bir kishi Muhammad ibn Sirinning oldiga kirib qoldi. Muhammad ibn Sirin esa onasini oldida edi. Shunda u kishi aytdiki, u Muhammadga nima bo'ldi? Birorta joy og'riyaptimi? Bironasidan shikoyat qilyaptimi dedi, og'riqdan desa. Odamlar aytdilarki, yo'q, lekin u onasini oldida bo'lgan paytda mana shunday bo'lib qoladi, dedilar. Yani onaga nisbatan hurmat yaxshi bo'lgan. Mus'ab ibn Usmon aytadi, Zubayr ibn Hisham otasiga yaxshilik qiluvchilardan edi. Agar ular issiqda tomga chiqadigan bo'lsalar va muzdek suv olib kelinsa, suvni ta'mini totib ko'rardi-da Zubayr ibn Hisham. Agar muzdek bo'lsa, ichmasdan birinchi otasiga olib borardi dedi. Bu salaf solihlarni ota-onaga qilgan muomalalari. Bu insonni salohiyati, shaxsiyati komil bo'lishligini yana bitta eng muhim jihatlaridan ligini nazarda tutilyapti. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zannat otasiga yaxshilik qiluvchilardan edi. Otasi "Ey Muhammad" desa, unga javob bermasdan birinchi sakrab turib kelardi. Labbay derdi. Ya'ni javob berishligan vaqti bo'lgan. O'shandan oldin birinchi turib sakrab kelardi va boshida turib labbay ota derdi. Unga hojatini buyurardi va undan hatto otasi bir gapni aytgan bo'lsa tushunmay qolsa, uni qaytadan so'ramasdi, o'sha haybati bo'lganligi uchun. Hatto undan mana bu narsani tushungan kimsalardan so'rardi. Nima dedi otam, bilmadingizmi deb. Haybatdan-da. Ruvat ibn Zubayr aytadi, "Ma barra walidahu man shadda at-tarfa ilayhi." Otaga tik boqib qarashlik bu otaga yaxshilik qilishlikdan hisoblanmaydi, deyapti. Umar ibn Abdulaziz bolalarini qanday tarbiya qilganligi. Xalifa bo'lishliklaridan oldin Yamomada bir Sahra nomli mashhur bir mulki bor edi. Bu juda katta bir serhosil yer bo'lib, undan juda ko'p daromad olinardi. Umar ibn Abdulazizning ham oilasini ham tirikchiligi asosan shu mulk hisobidan bo'lardi. U xalifalik lavozimiga olingandan keyin xizmatkori va fazilatli kishilardan bo'lgan Muzohimga aytdi, "Men Sahlani musulmonlarni Baytul moliga qaytarishlikka qaror qildim" desa, Muzohim aytdiki, "Farzandlaringiz nechta ekanini bilasizmi?" Ular juda ko'p-ku dedi. Shunda Umar ibn Abdulaziz ko'zlariga yosh keldi. U o'rta barmog'i bilan yoshini artdi. "Ularni barchasini Allohga topshiraman. Ularni barchasini Allohga topshiraman" dedi. Keyin o'sha Muzohim Umarning o'g'lini oldiga borib, "Otangiz nima qilishni niyat qilganini bilasizmi? U shu Sahlani Baytul molga qaytarmoqchi" dedi. Abdulmalik, "Sen unga nima deding?" dedi. Abdulmalik Umar ibn Abdulazizning o'g'illari, "Men aytdimki, farzandlaringizni esladingizmi?" desam, yig'ladi.
ularni barchasini Allohga topshiraman dedi. Desa keyin Abdulmalik din borasida sen naqadar yomon maslahatchi ekansan dedi. So'ng darhol otasini huzuriga bordi, eshikni qo'riqchisiga aytdi, men keldim, otamga xabar ber dedi. Qo'riqchi aytdiki, hozirgina ozgina dam olish uchun bosh qo'ygan edilar dedi. Abdulmalik yana men uchun izn so'ra dedi qo'riqchi. Rahmingiz kelmaydimi? Kecha kunduz yagona dam olishlik vaqti shu hozir. Desa, qat'iy turib oldi, keyin izn so'radi. Keyin Abdulmalikni oldiga kirishlikka izn berdi. Keyin Abdulmalik nimaga qaror qildingiz deb so'radi. Shu sahlani Baytul Molga qaytarishga qaror qildim desa, shunda Abdulmalik uni kechiktirmang, hoziroq amalga oshiring dedi. Buni Umar ibn Abdulaziz eshitib, qo'llarini osmonga ko'tarib, menga dinim ishida yordam beradigan farzandni berganingga Alloh senga hamd bo'lsin dedi. Shundan keyin, ey o'g'lim, peshin namozini o'qiganimda minbarga chiqamanda xalqqa xabar beraman shuni Baytul Molga qo'shganligimda dedi. Abdulmalik esa peshingacha tirik qolishingizni kim kafolat beradi dedi. Shundan so'ng Umar ibn Abdulaziz darhol minbarga chiqib odamlarga xutba qildilarda shu sahlani musulmonlarni Baytul Molga qaytarib berdim deb xabar qildilar. Shayx Yahya Hilyatul Awliya kitoblaridan olib Qisos fiqh nafsda keltiryaptilar. Bir kishining 4 ta o'g'li bor ekan, u kasal bo'lib qolganda o'g'illaridan biri akalariga shunday deydi: "Yo sizlar otamizga qaraysizlar, keyin merosdan hech narsa olmaysizlar, yoki men qarayman, merosdan hech narsa olmayman" desa, ular sen qaragan, merosdan hech narsa olma dedilar. Shunday qilib u otasiga yaxshilab qaradi, xizmat qildi, otasi vafot etgunigacha parvarish qildi otasini. Va'dasiga sodiq bo'ldi. Merosdan hech narsa olmadi. Bir kuni u tushida falon joyga bor, u yerda 100 dinor ol degan ovozni eshitdi. U unda baraka bormi deb so'radi. Yo'q dedi. Ertalab u tushini ayoliga aytib berdi. Ayoli borib oling, barakasi shundaki, kiyim-kechak olamiz va tirikchiligimizni o'tkazamiz dedi. Lekin olmadi. Ikkinchi kechada ham yana tush ko'rdi. Tushida falon joyga bor, unda 10 dinor bor. U yana unda baraka bormi deb so'radi. Unda baraka yo'q dedi. Ertalab ayoliga aytdi, yana ayoli avval gapni gapirdi, ammo u yana olmadi. 3-kuni yana tush ko'rdi. Xuddi shu narsani ko'rdik, u yerda 1 dinor bor dedi. Keyin unda baraka bormi dedi. Ha, baraka bor dedi. Shunda u borib, shu 1 dinorni oldi. Bozorga borganda qo'lida 2 ta baliq ko'tarib kelayotgan bir kishini uchratib, "Nech pulga berasan ikkovini?" desa, 1 dinorga dedi. Keyin u sotuvchidan uni baliqlarni sotib oldi. Uyga keldi. Baliqlarni qornida yorib ko'rsa, har birining ichidan odamlar ilgari ko'rmagan noyob bir marvarid chiqdi. Bu xabar podshohga yetib bordi. Podshoh marvaridni sotib olishlikni buyurdi. Marvarid faqat shu kishining qo'lida topildi. Uni 30 hachir yuki teng oltin evaziga sotadigan bo'ldi. Xullas shunga oldi, shunga berdi buni. Keyin podshoh yana aytdiki, buni jufti bor dedi. Ikkinchisini ham topinglar xullas dedi. Odamlar uni huzuriga kelib, uni ikkinchisi donasi ham sizda bo'lsa kerak dedi. Uni ham bizga bering. Birinchisiga bergan pulimizni 2 barobar beramiz dedilar. U rostdan ham shunday qildi. Shunday qilasizlarmi deb so'radi. Ular ha dedilar. Shunda u ikkinchi marvaridni ham ularga topshirdi. Birinchisiga olgan haqqini 2 barobarini oldi yani. Mana 1 dinorda barakasi va otasiga qilgan xolis xizmatini Alloh taolo bergan katta ne'mat bo'ldi. Abu Hanifa rahimahullohni onalariga bo'lgan hurmatlari haqida Hajar ibn Abdul Jabbor rivoyat qiladi. Bizning masjidimizda Zura ismli bir qissaxon, ya'ni va'z qiluvchi bir odam bor edi. Hatto masjid mana shu odamning nomi bilan mashhur bo'lib ketdi. Hadramiylar masjidi edi. Odamning ismi bilan tanilib ketdi yani. Bir kuni Abu Hanifa rahimahullohni onalari bir masala haqida fatvo so'ramoqchi bo'ldilar. Abu Hanifa ularga fatvo berdi onasiga, ammo onalari bu fatvoni qabul qilmadilar. O'sha men faqat o'sha Zurrani qissaxoni nima desa, shuni qabul qilaman dedilar. Shunda Abu Hanifa onalarini Zurrani huzuriga olib bordilar va bu meni onam. Falon masala haqida sizdan fatvo so'ramoqchilar dedi. Zurra esa men sizdan biluvchiroq emasman dedi. Siz mendan faqihroqsiz, fatvoni yaxshi bilasiz dedi. Shunda Abu Hanifa men ularga mana bunday deb fatvo berganman dedi. Zurra aytdiki, to'g'ri hukm Abu Hanifa siz aytgandek shunday o'zi dedi. Shundan keyin Abu Hanifani onalari xotirjam bo'ldilar, fatvoni qabul qildilar va qaytib ketdilar. Ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar bu ona uchun bari farzand hisoblanadi va farzand ham kim bo'lishidan qat'iy nazar bari meni onamni, men farzandiman deb his qilib, bu narsani onani hurmatini joyiga qo'yib, mayli qayerda xohlasa shu yerga olib borib, qalbingizda taskinlantiray deb borib kelyaptilar subhanalloh. Sizlardan ham shunaqa solih farzandlardan qilsin va solih farzandlar chiqarsin. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.